Assalomu alaykum, hurmatli bizni ko'ruvchilar. Ya'ni bizning birinchi soniyamiz, ya'ni xafa bo'lish yo'q degan bir peredachaga o'xshagan narsa bu. Bizni birinchi mehmonimiz, ya'ni hurmatli mehmonimiz Shoh millioner nimasiga Nikka tavhli insonni, ya'ni birinchi nima qilib ochishimizga nima qildik, chaqirdik. Shunga hamma tanigan, hamma hurmat qilgan inson o'zimizni Shoh millioner. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Boshladik endi aka, xafa bo'lish yo'q. Bo'ldi. 10 ta savolimiz bor. Aha. Ha, yo'q deb javob qabul bo'lmaydi. Ha, yo'q, kerak emas. Yo'q, kerak emas. Ma'lum ham keldi aka. Sizda chamadon bilan yurib Bor, zohir yo'q. mikrofon, chamadon, raza ketaveradi. Bunun ichida narsamiz Ichida bor. nima bor? Sizlar bilan ham oxirida bir o'yin qilib qo'yamiz. Ichida sizlarga atalgan Demak, o'yin bo'ladi. Ha, ichida oxirida o'yinimiz ham bo'ladi. Ana shu chamadonim bilan kelaverib, olib shu chamadonni ko'rib qo'yasizlar. Mana shu ichida oxirida Shu yerda turadi. yo'talmay. Ag'illashib bilib qolasiz. Kamerani ochib oladigan adati bor edi turibman. Yo'q, ochilmaydi, kaliti bor. Xullas, aka boshladik endi. Bo'ldi. Tayyormiz? Ma'dan xafa bo'lib ketib qolmasangizlar bo'ldi. Yo'q. Sizga bo'layaligindaqa savollar bo'ldi aka. Birinchi savolimiz, sizga kim talchoq bo'lgan aka bloger bo'lishga? Nima haligindaqa bo'lgan? Ha, bloger bo'lishgami? Hmm. Men oldin sushida ishlardim Rossiyada. O'sha Aslonoy Rossiyadan o'yinlar bo'lardi. Xiza deganlari chiqqan edi. Xizalar bor. Ha, Prankerda, Litvin. Biz endi Rossiyada to'liq ishlab ko'rardik. O'zbekistonda u paytda blogerlar yo'q edi. Da, paytda kanallar yo'q edi u paytda. Aslonoy Xizani pranklari bilan Litvinda o'yinlar yoqardi. Plus ashlarga qo'shilib, meniki oxirima men bo'lishimga sabab yana plus O'zbekistonda Islom TVmi chiqib qolgan edi endi o'yinlar. Asha yo'nalishda olib, asha yo'nalishda ketay deb boshda. Aslida pul bilan uniki. Hali ko'raman, что o'yinlar yoqadi, har xil temalar qiladi. Shunday sekin biz ham qiziqish bor edi. Hali o'yinlarga qatnashib turardim o'zi Litvinda hali. Atmetka o'shasi yutolmaganmiz. No, harakat qilaverardi hali. Masalan, mendan ham ko'p odam yutolmagan ishlasa, hali beri. Bu yutganlar ham ko'pda aka. Ko'p. Bloger bo'lib bu nimaga chiqquncha qiyinchiliklar bo'lganmi yo? Endi masalan, manaqada bizda o'shda kecha poddeshka degan narsa yo'q, bunday aytaveraman. Bunday aytib ketaveraman. Poddeshka degan вообще nol. Ha, sizni tanigan odamlar, o'z aka-ukalaringiz bunday. Ashundan tagi videoyingiz ko'rmaydi. Like turib bunday so'raydi. Ko'zingiz oldida ham-da. Nada будет, vali ko'rib qolasiz. Bunday Kısaç like bosyapman. Даже подписка bosmaganlar ham bor, o'zimiz aka-ukalar bunday ko'rib. Ashtaqa Bizda ko'proq qanigi bo'lsa ko'ra olmaydi, bo'lmasa bo'lsa ko'ra olmaydi. Masalan, men o'sha blogerlar liboy bir narsa desa, men liboyni yordam qilaman, o'zlari biladi. Masalan, nima tomondan bo'lsa ham. Bloger deganingizga aka, mana bitta savolimiz borda. Siz eng haligindaqa qilgan blogerlardan 3 tasini aytib bering aka. Nima? Eng yomon ko'rgan. Yo'q, yomon ko'rgan bloger. Yoqtirmagan. Endi hozir yoqtirmagan siz ular o'sha itak ham yoqtirmay qoladi men. Yaxshi ko'rganingiz. Yaxshi ko'rganlarmi? Hurmat qilib. Men hali masalan o'shda birinchi boshlaganlardan aytaverayman. Men bek operatordan hurmat qilaman hamma videolarini, deya olib ketishlarini, da oldida Bravo degan akaxon bor oldida yana. Birga boshlashgan. Aziko. Bravo, taxallus yuradi. Asha akalarni ko'rib kelganman, hali boshida bizda men boshlashimdan oldin boshlashganda ular. Ko'rib kelardim, men programmalari bor, har xil kulgili nimalar. Ya'ni aka boya birov so'radi-da, sekin so'rab ko'rchi-da, stavkangiz necha pul? Nimani stavkasi? Reklamaga. Yo'q, men reklamani pulga olmayman. Aslan men ishxonasidan emas olib ketaman. Uni ham iloji boricha podpishchilarga ilinaman haliga. Masalan, kimgadir bor reklama olib, endi hozir aka mishig'am Mo'toy bekarga chiqdi. Bu narsa nima bo'lsa kerak? Aka, serum 100 ming odam qilish, 100 minggacha shunaqa temada ketyapman. Podpishchilar, ya'ni 100 ming. Hozir podpiska 33800 ta Instagramda bo'ldi. 42 mingta TikTokimda bor edi, lekin TikTokimni to'xtatdim deb o'yladim men bu yo'nalishda, o'sha sotib oldim. Yaqin Instagramda ham profilimni sotaman deb turib, to'xta o'zimga kerak bo'ladi deb yana qaytdik sekin. Yaqindan beri o'sha 1-2 haftadan beri o'sha mana shu blogerskiy sistemani yana olib ketyapman o'sha. Ko'chada chiqib o'sha. Menga ko'cha yaxshi ekan. Sen bunaqa
Vayinlardan ko'ra ko'chada sразу primoylar savol javob Bu mana shu pul berib, podarka beryapsiz-ku, sizga bir foyda bo'ladimi? Yo'q, foyda yo'q. Только zarar. Bu yerda foyda yo'q. Yo'q, Только men o'zim ishxonamni ko'p orada reklama qilib ketaman. Ishxonam meni sponsorim. Effekt bo'lyaptimi mana shu orqali? Ha, da. Meni ko'rgan ta'sir qilayotganmi? Meni ko'rgan ishxonamga kelishadi odamlar, yoshlar. So'ka tushmagan ham shu yaqindan beri boshlagandan beri ikkita bolalarni so'ka ham tushib qoldik o'sha. U menga ko'tarilishni bildirayotgan bo'lardi, o'sha qandaydir. Da va mana shu joyga qo'shimcha qilib ketsak, shoh millioner nimasida, ya'ni shu sushi bar ishlatadi, ya'ni sushi qiladi. Yeganmiz albatta. Bu reklama emas. Boringlar, sizlarga tavsiya qilaman shu narsani. Borib bir tatib ko'rsanglar yaxshiroq bo'ladi. Sponsorimizda mana shu sushi bar. Sushi. Aslida ashuna holatidan ketiladi. Yani savolimiz sushi timedagi Dilshod aka bilan muomalalar qanaqa? Bunday yaxshimi yo'q? Yo'q, muomala zo'r. Dilshod aka bilan ko'kamiz, hozir ham ko'kamiz. Telefonda Onlayn ko'k emasmi deylar? Hozir ham ko'kadik, hozir ham ko'kam, vali degani muomala unaqa emas. U yoq o'zini sistemasi bor, o'zini klientlari bor. Men ko'radi uka, gazim bo'lsin. Zo'r, bizam. Biz endi masalan meniki aslida fast food ham borda, только sushi. Shawarma, pizza, da, например. Shawarma, pizza, burger, hot dog, ularda yo'q bu narsalar. Ularda burger, surgerlar yo'q. Meniki aslida burgerdan bo'lgan, oldin inlavash ishlatardim. Asha sistema, просто sushi sistemani ham qo'shganman. Nimaga qo'shgansiz deganda, har bir kelgan klient sushi bormi, pizza bormi, yo'q edi oldin menda. Hammani ko'yniga qaragansiz. Ha, shu kelgan odamni hisobi chiqarib olgan kelmaydi. Aka haligi 5 qozonni ham sizniki deb eshitdik. Yo'q, aloqam yo'q. Hamma yo'q. Aloqa yo'q. 5 qozon, osh bor-birlar. Haligi nimada bir nima boshladingiz-ku, gif boshladingiz-ku, haligi bunaqa mahalda. Ashyo nima bo'lgan aka? Ha, giflarni boshladik aka. Mashina qo'ydingiz. Mashina qo'yganimmi, birinchilarimi? Oxirgisi, короче, mashina oxirgisi. Undan keyin bitta boshlaymiz dedik, lekin boshlamadik. Ya'ni mashina qo'yish uchun sponsorlar yetishmadi. 70 ta sponsor yiqqanim bilan har biri ham pul berib yormadi. Bir hali o'zi stavkasi Tanish bilish bo'lib ketdi bu yerda. Tanish bilish bo'lib ketdi, skidka bo'lib ketdi, ana beraman, mana beraman bo'lib ketdi. Endi mashina tikib qo'yganman. Endi mashina tikib start bermaganman. Homiy yig'yapmiz deb video qilib olganman. Endi kimlardir o'zi tikdi deb o'ylaydi. Yaxshi tushunmaydi. Atak tikilmagan mashina tikamiz deb turib, homiy yig'yapmiz. Endi keyin gapiravering aka. To'xtatib qo'yingizda. Homiy yig'yapmiz deb turib, homiy harakat qilganmiz. Endi homiylar to'plagan bo'lsa 70 tacha yiqqanmiz. Endi ulardan pul so'rasam, ular hali mana beraman, ana beraman, to'xtab turing, mana bu. Endi oxiri shab yig'ishtirib qo'yganman. Shunaqa qilib ular ana beraman, mana beraman, как sponsor qatori o'zlari. O'zi sponsor, ya'ni Gamilar qo'shilish o'rgan, men ular statusga qo'yib berganman, ichida reklama qilganman, haligi profilini o'shaligi har bir qo'shilgan homiyni qo'shildi tezroq dabiyasi qilamiz, harakat qildik. Bo'lmay qoldi, endi oxiri sekin to'xtatib qo'ydim. Endi undan keyin qiziqish ham qolib qoldi, Instagramga ham, TikTokka ham o'shaligi odamlar negativ haligi bu yerdan bir odamga yaxshilik qilyapsiz, odam keyingi odam hali strichat qilishdi. Yomonlik bilan strichat qilyapti, yaxshilik bilan qo'l cho'zsangiz, hali birovga u sizga udar otadi degandaqa tipa astaga strichat qilishyapti-da men. Videolar ro'zada qo'ydinglar-ku, bir bitta xonada qa'da endi 2 million prosmotr urib qo'ygan, 2,5 million. Targetmidi yo? Yo'q, target bermayman. Qa'da kelib chiqdi aka, unaqa shart video olib to'rtga. U videoda kelib chiqishi Mango aka bor edi oldinda, Nodir aka, qarchi borada o'tirdik. Men aytdim aka, dedim, o videoda ko'rdik. Imенно sizlar olgan video bor edi. Eslarda bo'lsa, mana gapirib chiqdinglar, qarchi ko'rsatdik. Endi u yog'iga bizga idea kelib ketdi. Nodir aka shunday o'zidan chiqadigan odati bor, Nodir aka, men shunday chiqib ketaman, kiraman, shab gapiraman deydi-da. U yoq ulanib ketadi qarchi degan. Men nima qilish kerak? Sen Nodirga telefon qil olmaysan, asaga tegmay o'tiriblar. Ashada o'zingizlar chiqardik. Ashuni o'zingizlar montajni qildik. Ashada o'zi tug'ildi. Ashada montaj bo'ldi. Asta-votda qo'yildi qarchi. 1 soat ichida qo'yildi. Endi keyin men ularga after berib qo'ydim, shu Nodir aka bilan. Hozir gapingizni bo'ldim. Siz misol tan olyapsiz-ku, sizdan kelib video.
Hozir ularga borib ham shu savolni bersak, ular ham tan oladimi yo biz sizlar tanimaymiz deydimi? Endi bunaqa narsa borda, bu yerda Nodir aka emas, Mangu aka ikkovimiz sizni videongizni ko'rdik, masalan, unda ko'rsatdim. Mana qarang, akalar ham zo'r videolar ishlab qo'yishyapti. Temada bo'lgan endi bu yerda, bo'lganda aytilgan, endi keyin bir ikkita videolar kelgan, haligi edi, mashina og'ayni-da, chop borish, haligi tema, ular tema bor-da. Ularni ham вообще. Endi keyin ash narsalarla kelib ketdi-da, hozir bu videoda kirib kelgan ham yomon, biz ham yomonmiz, короче, hamma yomon, короче. Yaxshi odam o'zi. Yaxshi odam o'zi yo'q edi haligi. Keyingi qismini olamiz deb Mangu akalar Toshkentga ketib qoldi, u bo'ldi, короче, ashta bo'lib qolib ketib, cho'zilib. U brat haligi shaytanatdagi Asadbekga o'xshab gapirgan bratda hozir Mangu, rahmatulloh aka. Bu yerda bitta yaxshi yo'ldagi haligi xotinga qanaqa обращение qilishni gapirib ketgan bolalar yaxshi qoldi bu yerda. Keyingi videosi U keyingi video. O keyingi video. Ha, u keyingi. Chiqib haligidan U keyingi video. U Aslida ikkov video ham bitta xonadonni qilyapti. Ikkov video bitta xonadonni qilyapti. Biz aka uni boshida o'ylabmiz, atay haligi Nodir aka qaysidir bitta videosida gapirib chiquvdi. Skromniy kerak bizga bu narsa. U video xonani biz o'ylabmiz, atay shunga moslashtirib, jihozlab, hamma yo'lda prostoy qilib, qilsalar deb o'yladi ekan. Mahmud degan mashinam bor. O'zi molxonasi, realniy molxona. U yer rosa molxona. Kommentariyada yozishyapti-yu. U короче o'zi uy emas, u yer только mollar boqadi video. Короче, molga просто ashi xona qilib qo'ygan o'ziga haligi. Masalan, molxonaga qarab turgani, kelib yotib turgani, o'tirganida, например, kichkina u yer remont ham qilgan, bo'lmasa o'zi ustida. Qo'li ustida odam. Qo'rsa bo'ladi, lekin bu yerlar buzilib ketadi deb bir qilmaydi hech narsani, baribir ketib qoladi, paka mollar bor, ashada mollar bor. Agar ashi video ketdi-yu, 2 million atmosfera ham ashi zo'r bo'lganda вообще bo'lardi-da. Yo'q, u ashi atmosfera bilan ketdi, shu video. Men ham shunaqa fikrdaman. Bu Ishi o'zini rolini zo'r o'ynadi degan yerlar ham bor-da, kommentariyada. Ishi o'zini rolini zo'r o'ynab qo'ydi deb. Bu yerda bir Mangu aka yomonlayotganlar ham bor. Zo'r yaxshilayotganlar ham bor. Bu yerda, короче, har xil ketyapti bu yerda. Основной videomiz O'zbekiston tomon ko'rdi. Ko'proq. Ash tomonga o'tib ketib qoldi videomiz. Уже Nashet ko'rish kerak edi bu videoda. Поддержкani bilasiz aka. O'tib qolsa bitta videomizni eplab o'tkazib olsa bu tomonga. Поддержкani yorishaveryapti. Уже million yuz ketadigan. Ularda поддержка qattiq bor. Ular ko'ryaptimi? Ya'ni like bosyapti-da, biznikilar bunday ko'rmay like bosib ketadi aka. Ayana mas chiqib qoldimi debdi, bunday qilaveradi. Hayotda nimadan qattiq afsuslanasiz aka? Hayotdami? Hayotda afsuslanadigan narsamiz yo'q. O'zi Xudoga shukr ketyapti. Endi bari bitta narsa bo'ladi-da, amon qilib qo'ymagan ekanman. O'tkinchi paytda. O'tkinchi. Hech ham bu savol o'ylamagan ekanman aka. Biz hozir orqani o'ylamayapmiz, to'liq oldiga qarab ketyapmiz xohlashi. Bunaqa narsa yo'q. Masalan, ishlab ketyapmiz. Hozir mana sinuslar bo'lib qolgani uchun tixi turibmiz. Xudo xolasa hali setlar ochish niyatlar bor. Ya'ni masalan, sushi barda hozir kichkinagina yer ochib oldinglar, например. Ashirada ichi afsuslangan yerimiz bor hali, aytaylik. Mana sherigini qolmabmiz, hozirda ilgimiz bunday admin qolmabmiz deb o'zi u narsani ilojisi bor edi, deychaylik akaxonamiz joyni hisobiga 1-2-3 metrlik hisobiga almashtirmadi. Bo'lmasa ashir bo'lib qo'yganda haligi biz ham men hali qanaqa deymiz? Asl klientlar kelib qolsa, men joyni olishtiradi stol. Ketib qolishadi hali. Ketgan klientga bar achinamizda, voy deb turib. Ichiganda aytib qo'y, ashirlari bor, atak o'zi hayotini Kamronlar bilan tashrif yurganimizda shunaqa ozgina joy oz ekan, odam ko'p. Odam ko'p bo'lib qolgan payt, endi masalan ashtaqa paytlarda kiradi mashinalar, mashina qo'yinlar, например, semeniylarga iloji bo'lsa xonani yana variant bo'lib qolsa deyapti-da, endi gipsokardonlar qilganmiz, endi ochib olsak bo'ladi. Ochib turib haligiga semeniylar xonalar qilib olsak deymizda haligi. Chiroyli kelib, telefon qilib zaynitib qo'ymasalar, ko'p aka-ukalarimiz bor, kela olmaydi menga. Nimaga? Tosh kichkina uka bora olmaymiz-da deb turadi. Sabr olib ketsa tashlar hali. Kelmasa ham sabr olib ketishadi. Yana ishga o'tib ketdik. Reklama shu yerda. Yana bitta savol. Endi bu savolni beraveray endi, bo'lsa shuncha bo'lyapti-yu. Yengil bo'ldi. Birinchi muhabbatingiz sizni ko'rib turgan bo'lsa nima degan bo'lardingiz? Birinchi muhabbatimmi? Birinchi muhabbatim
Qattiq sog'liq. Niye o'shitding? Akaga kirgan shekilli. Yo'q, hozir kira olaman. Video chiqqaniga kira olmasam kerak. Video chiqqaniga kira olmasam kerak. Aytib oling aka, kesib Yo'q, qo'yamiz. birinchi joyini muhabbatda kesmay. unaqa hali yoshlik payti o'tib ketadi-da. Endi- Bizda muhabbat ko'p edi. Biz allaqay odam edik. Uni ko'rsak, uni yaxshi ko'rib qolardik, uni ko'rsak, uni yaxshi ko'rib qolardik. Hali oldiga borib gapira olmadik. İçimizde yuraverardi-da, aka. Ular уже hozir. Endi bari hali. Ular endi aslida men tengi qurgilar bo'lgan, o'zim sinfdoshlar, endi boshqa sinfdagilar. Kimni ko'rsa yaxshi ko'rib qolaverardi. Hatto bu narsa o'tib ketar ekan, уже keyin уже hali bari Jizillagan-da bittasiga. Yo, kennaga jizillagan. ha, chekkenizga jizillagan. Aytmasa bo'lmaydi. Haliga padarka ham beribsiz, u qaysidir bitta videodan kelgan. Kimga? Kennaga berdingizmi? Kimga berdingiz? Ha. Birovga hadab, Короче, mana qator bo'lib ketadi aka. Mana qator bo'lib ketadi. Bitta bloger opam bor, Maqtona degan opam bor. U opam bilan ko'rib turadi. Unga sh deb kelyapti ekanda, hali отметка qilishyordi men hali. Sh deb отметка qilishdan oldin opamiz bizning ishxonaga keluvdi. Именно sushi barga reklama ketyapti. Kelib opamiz o'tirib, istoriyalar qilgan, men отметка qilib qo'ygan. Orada. Men o'zim qarab qo'ygan. Birinchi marta kelishi o'zimiz akamizni, opasi, ukamizni, opasida endi ukalar bilan zo'rmanda. Ya'ni kelganda chiroyli qarab qo'ydim men, ya'ni hammaga zo'r qilib berib, mana shu ukamiz oldiga keldi deb. Atmetga qilib qo'ygan meni. Gullarni ham sizdan deb o'ylashgan kelgan. Ha, ya'ni haligi hamma gullar kelib shay-yu, meni Чисто milaniya shoxtalarga, men u narsani ko'rmadim bundan oldin, to'g'ri kuzatmadim. Ya'ni menga atmetga qilgandan keyin hamma yozganlarga qarab, Aytib qo'ying, kesib ko'ramiz sizdan deyapsiz. mendan mas ash narsani uydagilar ham ko'rib qolib menga tashlaydi. Mana qilib jo'natyapsiz ekanda deb meni oxirgi o'zim ham. Ya'ni bolalaringiz. Ha, yasab meni o'zi ko'rishdi. Eplab padarka qilib jo'natdi. Agar hayotingizni orqaga 10 yilga qaytarganda nimani o'zgartirgan bo'lasiz? Bu yilga qaytarganlarmi? 26 bo'lsa 16 ga. 2016-yildan boshlaylik. Ya'ni sportsmen bo'lib, ya'ni Sportsmen bo'lib Bu payt 2016-yillar Rossiyada yurardim aka, aslida. 2016 bo'lsa, endi rosa sushi barda ishlayotgan paytimiz orada taksiga o'tib kelgan paytimiz ekan shu. 16da o'sha taksiga o'tganmiz. Taksivayt qilardik endi bu paytlarga. Sushidan o'sha zerikib, o'sha odam charchaydi-da, powerli qilaversa, charchab taksiga o'tgan paytimiz ekan, nimani o'zgartirardi? Tezroq o'shga kelib, ochvorishni o'zgartirardi. Mana shu narsani ertaroq kelib, ash paytda kelib ochsak bo'lardi. Bu paytda ham o'sha возможность bor edi, joylar ko'p edi. Men kelib o'sha sushi ochamiz deganman. U paytda sushi time ham ochilmagan edi-da. Ochilmagan paytda biz ochamiz degan. Pashti sushi time bilan bir ketimlar ochganmiz 2020. Siz lavash tashlayapsiz. Sushi birinchi shawarma nomer 1 yo'q, shawarma center deb ochganman. Birinchi ochgan shawarma center bo'lgan nazvaniyasi. Yujniga birodarga ochganmiz, o'sha shawarma centerda. Ash paytda akamga aytganman, sushi qilaylik, sushi ishlab kelganmiz endi. Sushidan o'qib katta edi o'zim. Endi u yerda atmosfera bunaqa zo'r bo'lmardi. Просто ele qilib ochganmiz endi boshida. Shawarma desam, uka sushi yemaydi degan endi. Arada men yujida lapshalar chiqarganman, oklar. Real yeyishmagan aka, haligi odamlar tushunmagan haligi yeb turib. Tushunib qolganlar so'rab yurardi. Bir 10 tacha klient tushib olgan mashinani. Imminni lapsha deb keladiganlar tushib olganman, bir 10 tacha. Qolganlar tushunmardi, yeb turib, yo'masdan tashlab ketishaverardi-da menga. Boshqa klient Tushunishmagan yani. Tushunishmagan. Shunaga o'ylanganman, to'g'ri, o'shda anaqa sushi hali etdi ekan degan, endi bu sushi taymlar o'rgatib odamlarga. Ya'ni zo'r qilib o'sha hozir aslan qizlar ko'proq sushida-da aslında. Mana shu savolga o'xshash savolda hayotingizda qaysi momentni qaytib yana imkon bo'lsa, yana bitta yashab qolardingiz? Qaysi moment? To'yingiz kunimi, to'yingiz kech payti, aytasizmi, ungacha bo'lganmi? Qaysi moment desam bo'ladi? O'sha bitta moment bo'ladi-yu, deb hali uyda o'tirib, nimada ketib qoladi-yu. Yana boshdan qaytishga kerak. Chista haligi o'zingiz o'ylanib o'tirib turiblar. Men haligi mana sport tomonlama ketardik. Men dedim, sportdan yaxshi edi. Sportdan qattiq ketayotgan deb 2012-yillar yaxshi ketardik. Просто bizga pul kerak bo'lganda, ya'ni sponsor bo'lmaydi. Masalan, ko'p hozir zo'r sportsmenlar bor. Hammasi puldan qiynaladi. Ash paytda men Rossiyaga ketib qolganman. Ash paytda resli mana qaytda
toqqa bitta yugurishga ketardim, damamasdan. Imminni ash paytda. Hozirgi soqqa ash mahalda bo'lganda, Ha, hozirgi momentimiz bo'lganda, ash momentda, tipo yili bo'lmasa sponsor, yili bo'lmasa ash momenti bo'lganda, imminni ash bu sport yaxshiroq olib ketirmoqchimda. Mana Kirishgan. ha, yili trening sohasiga o'tib ketardik, ajab. Powermi? Power bo'lib yurardik. Treningga harakat qilardik imminni ash momentda bo'lganda, yaxshiroq добиваться qilib turib, erishgan yutuqlarga erishganimizdan keyin sразу zamasini sallar ochib odamlarni vaspitat qilishga ketardik. endi kelgan blogerlik sohada yuribsiz videolar olib bir interesniy bir taklif bo'lganmi bitamtasida? Yo'q, hozircha interesli taklif yo'q. Endi hamma o'zini borzasiga aka. Kimdir menga reklama qilib ber, kimdir unaqa qilib ber. Iloji boricha besplatniga harakat qiladi. Men o'zim aka-ukalardan pul itagan pul olmayman, deb borman qilib beraveraman. Endi kelgan ertasi kuni shap o'chirib yuboraman videoda de. Hozir paytam o'chib ketaveradi. Ertasi kuni emas-da. Ertasi kuni emas, jicha. Qarasangiz prozmotr oz bo'lib qolsa, lekin asl kuni turganga o'xshab qoladi. Masalan, bizni selimiz 10 mingdan teparoq bo'lib tursa, chiroyli turaveradi. Bu video o'lib ketsin aka. Yaqinda podpiska qildi-da menga. Bungacha podpiska qilmasdi. Aytib deb WhatsAppga yozib, podpiska qilib qo'ying deb qoldirtirdi. Boshlaymiz-ku, gap boshlaganimiz aka-ukalarimiz xafa bo'lmaydi. Hammasi podpiska qo'yib endi. Bu рабочий dedi, gipta. Bitta o'zingiz uchun ham qilib qo'ying. Bitta o'zingiz uchun qilganingizdan bari unda Endi odamlar qilib turib bizni qo'shib qo'ying. Siz ash profilingizga o'tadi-da bari. Siz hali главный o'yinni podpiska qo'yibdi. Bular ham podpiska qilishadi o'zi payda. Masalan, TikTokdan ham 2-3 ta profilim bor. Narigilarda podpiska o'tiribman. Lekin bundan podpiska yo'q bo'lsa, shu podpiska qilib yuboradi-da. Bu o'zi bir aytmaydi-da, bu рабочий o'yinniki demaydi. Ya'ni shuni Haligida qilyapti. tortyapti. Biz qaytdim. Ochib kelardi. Qiziqatni nima kerak? Bunaqa narsalar o'zi mana birinchi marta kelyapman, o'zi bunaqa. Вообще unaqa bo'lmagan. Xijolat bo'ladi, ko'p odamlar xijolat bo'ladi aka, bunaqa kelib o'tirib gapirish, boshqa nimada aka bizda maqsad sizniki savollarimiz bo'ladi. Siz ham o'zingiz xafa bo'lish yo'q dedingiz, xafa bo'lish yo'qga tayyorlab keldik endi. Endi iloji boricha xafa qilmaylik deb jo'nataylik endi sizni xafa qilib qo'yib. Birinchi soniga, birinchi soniga. Birinchi Men bo'lib xursand bo'lyapsizlar, birinchi soniga chaqirishganiga endi yo'qdan ko'ra. avvalambor kelgani uchun rahmat. Rahmat sizlarga ham chaqirganinglarga. Siz savollaringiz yo'q? Men savollarim tugab qoldi. Bolg'an nima bo'lib qo'yding? Ammo oxirida ishi bor aka. Mikrofonni olib qo'ying, oxirida ishi bor. Choy iching aka. Choylarni ichyapmiz. Sovqot. Tomog'i bo'ling aka. Savollarga podgotовка qilib turaveraylik, встречать. Hozir sizdan keyingi odamlarni deylik. Chaqirsak kibrlanmasdan kelib beradi. Yo'q, atar chaqirsangiz keladi, to'g'risi aka-ukalar, blogerlar yaxshi ketyapti, bularga mana Ashini mana o'ziga qo'yib beraylik. O'zi spiskamiz bor bizni. Bu spiskada advokati ham bor, sportsmeni ham bor, haligi avtosalonlar ham bor, bloger, o'sha hamma bor-da. O'zingizdan bir, sizdan keyin kimni xohlaysiz mana shu yerda o'tirishni? Kimni ko'rishni xohlaysiz? Gap ustida akalarni chaqiraveraylik, boshqasiga qiziqarli bo'lsa, odamlar qiziqsin, rahmatli akani chaqirsangiz, rahmat Kimni? Advokat. Yo'q, advokat emas. Advokatni chaqirsanglar bo'ladi. Atak Mango aka, biz birga olgan o'zimiz akamiz. Mango aka, Nodir akalar gap kezichi ustalar deb bu vaziyatdan chiqib ketadi. Biz uchun gapira olmaymiz, bari hayajonda bosadi bizda. Akalar atak boshli. Libo savollarga akalar tayyorlantiradilar, sizlar chaqirishni. Ular itak spiskada bor ular. Ha, spiskada bormi? Endi hozir bu aytgan blogerlar siz kibrlanmaydi, biz aka-ukalarimiz chaqirsangiz просто ko'p gapga boradi, bunaqada videoga chiqish oladi. Mana qayerga YouTube bitib qoladi. Misol mana aka sizga birov da'vat qilmayapti, buni aqli. Bo'sh o'tiribsiz, qarang chiroyli ko'rinadi. Savolni kutyapmiz, qanaqa savollar bor ekan. Bu yoqqa qilyapsiz. Bunday qilsangiz, bunday qilib yotadi. Oling yota oling deb. Mana shunday o'tiribmiz, o'zi yaxshi. Mana ichida bari shiqiraylik, nimaga atikasi o'tirib. Bu yaqinda almashadi aka. Bu surpriz, bu keyingi chaslarda almashib ketadi. Meni hali ham uni qiziqtiryapti-da.
Bu yo'q bu narsaga qiziqibdi bola. Birinchi soniylarga podarka qilib olib keldim endi, quruq kelmadim men ham hali. Bizga bunday Millioner shoh desa hamma taniydi, hammaga podarka berib ketamiz. Hammaga bizni berib taniydigan odamlar hamma podarka bilan taniydi. bizga ham haliginlar qilingda aka. Har xil iloji boricha bu narsalar yangiliklar o'ylab Deb chiqaramiz. qo'ying. Hozir oxirgi 200 o'yinimizda so'm qo'ying. Yo, 500 so'm deng, shunaqa qilingda biz ham deb. ya sizlarga mendek ocharaman. Aqli. Ya, pul pullarga aytib bunda sovg'amiz bor, oxirida ko'rsataman. Savolinglar tugagandan keyin biz savolga o'tadi deb turibman. Hali taxallus qanaqa aka, hali qayerga borsak ham podarka bilan boramiz. Shu podarka bilan tanilganmiz. Mashq sistemada ketyapmiz, xudo xolasa olmagan odamlar shashilmay tursa, masalan, ko'p odam aytadi, men olmaganman sizdan deb. Olganlar даже bitta odam 10 ta ham olmaganda, haligi. Meni videoyimni dakansa ko'rishmaydi, tushunishmaydi, harakat ham qilishmaydi. Haligi, masalan, tushunib ko'rgan odam, har bir video chiqqandan keyin bitta narsa gapiriladi aka, haligi narsani yaxshiroq eshitib, endi ko'p odam bunday qiladimi, tushunmasdan shashab kizoraveradi, aka bosuvlar, nima bo'ldi, tashkil mana qo'yib bo'ldi-za, bilmay qolibmiz deydi. Haliginda chiqmaydimi buni? Like bosgan bo'ladi. Ikkita xo'rozqand. Xo'rozqandmi, olmaqandmi? Yo'q, olmaqand, xo'rozqand yo'q. Buning ichida podarka bor, oxirida ko'rsataman. Olib turadi. Savolinglar tugataveringlar, bog'lasa savollardan keyin bemalol xafa bo'lmasam ochib ketaman. Xafa bo'lmasam ochib ketaman, xafa bo'lsa endi ketib qolaman deb. Albatta biz Shoh Millionerda oldindan sportsmen bola deb bilamiz. Lekin o'sha blogerlik sohasini boshlagandan keyin o'sha yana ham bu bola ochilishni boshladi o'zini hayotida-chi. Haligi o'g'il bolaga nechta? 40 hunar. Ha, shunaqa oz. Shunaqa bo'lib aslida o'sha xalqi ham bu yerda o'zi aytgandek, ya'ni podarka berishdan ko'proq taniydi-da. Pullar bekitib. Bizni Boshda o'zim ko'rsatishni xohlamardim aka. tan qoldirgan joyi U pulda aka to'g'ri gapingiz bo'ldi. Pul qo'yasiz-ku, bittasiga aytib qolsin, pulmadi. Men har bir o'yin nimaga uyushtirilgan bo'lmaydi, lekin Mana uning ichidagini ham hech kimga aytmaysiz-a? Yo'q, mana ishda hozir masalan siz ham bilmaysiz ichida nima borligini mana. Men hali videolaringizda mana ichida bunaqa bo'ladi deb aytmaysizmi? Uyushtirilgan, men bilan o'ynagan odamlar bor, o'zlari biladi masalan. Oxirgi videoyimda gugurt chiqdi. Negativ ko'payib ketdi lekin. Nimaga u rekka berib yubordi, gugurtligini hisobiga rekka berib yubordi. Undan oldingisida odam 5000 so'm olib ketdi. Endi odamga qarab pullarga qilasizda aka, masalan, sizga kelib turib 200 so'm beraman desam, bering desangiz, o'sha o'ynagingiz kelmay qoladi-da. O'sha bilasizda, что 200 so'm bo'lsa ham olib deyapti u odam. Podarka kerak emas, короче, deyapti. Endi video o'chgandan keyin qaytarib olmaysizmi bergan narsalaringizni? Yo, maqta keldi deb turib. Menga yozishadi aka, videoda o'chirib yuboring deb, hali o'sha holamni qolganman. Iloji boricha o'chirib yuborishga harakat qilaman. O'chirib olsam ham mashina sizga video olishdan qaytar deyman endi, iloji yo'q. Video olishdan oldin mana bizni ogohlantiryapmiz, siz ham ogohlantirib oling, Video videoni. Video olishdan oldin ogohlantiramiz, videoga уже прекрасно biladi, biz bilan o'ynaysin deb boramiz oldiga. O'ynasa o'ynaymiz, bo'lmasa ketaveramiz dalash. Haligi shab borib turib shab o'rolmaymiz. Birinchi so'raymiz. O'yinimiz bor, o'ynab ko'rasizmi deymiz. Haligi odam sag'rasin bo'lib qiziqqandan keyin endi aytamiz, videoni o'chirib yubormaymiz. Endi hammaga ham aytib olmaymiz endi, haligi ko'proq aytiladiganlarga ham borda, masalan, video olingandan keyin o'chirib yubormaymiz deganimizdan keyin ham o'chirib yuboring deb chiqishadi-da svязga haligi. Bizdagilar uyatadi-yu bari. uyatadi. Video eng qizig'ini aytaylik, orqa fondan chiqib qolganlar ham o'chirib yuboring deb to'g'azadi-da. Endi bizni ko'rib turibdi videoga olayotganimizni. Endi o'zlari kelib oladi. Yo'q, o'zlari kelib oladi, o'zlari o'tib ketadi. Orqada turib olib kulib turgan yerlari ham bo'lganda, haligilar o'zi bizni ko'rib, eshitib. Endi videoda ko'rganda o'zi xuniyroq ko'rib qoladi endi odam. Haliginda qilib olsangiz bo'ladi. Yengil to'rtburchak palatka qilib. Kiring ichiga deb turib. Ya unaqa уже odam kirmaydi endi, bizga atmosfera kerak, orqasiga fonlar, qari o'rnatilgan, uni uyushtirilganga o'xshab qoladi haligi. Chaqirib fonni ichida qilmasangiz. Sразу boramiz, olamiz, haligi iloji boricha orqa fonni xiraroq qiladigan qilib qo'ydik joli. Nimasida, funksiyasini to'g'rilab. Saqlab olyapmiz endi iloji boricha, endi iloji esdan chiqib qolyapti men haligi. Fokusdan olib qo'yganim uchun. Da. Hayot shunaqa ekanda. Yashasak ko'raveramiz aka. Bormi aka savol? Lekin yo'llanishi yaxshi. Shu boya birov kompliment aytib qo'ydi dedi. Yaxshi ketyapti dedi. Rahmatimiz. Nima deydi boshqa? Shu boshqa odam ham bir o'ynab qo'ysa
Bir oynaydi bu ham. Pullasa kerakmi? Bizga pul taklif qilaymi deb qizitaylik aka. U tap berib qo'ysa qiziq. Endi masalan birinchi son. Men bankam bo'laveradi aka, QR kod ochib beramiz. Ha, pulni tanlab olishlari mumkin. Ate sovg'a qilib olib keldim, ata bilan idishim bilan aka idishingiz bilan keling deganingiz uchun idishimga pul solmadim ichiga. Podarkalar solib deb Bittami, ikkitami? Podarka. podarka, bitta podarka, ikkinchisi ham podarka hisobda, ikkita. Ikkita narsa. Tolash bermaydi. Ikkita o'tiribsizlar endi ata bittalarni. O'xshagan. Aylanchi o'ynaymiz, mana o'tirib olib. Yo'q, men o'zim berib qo'ysam o'zi ashunda qolib ketaveradi. Bo'ladi, oching. Ochaylik. Savollar tugadi, ajab. Ya, ochaylik. Ochaylik. Nima podarka bor deb o'ylaysizlar deb qo'yaymi? Xalq ko'rsin. Bu yerda Planshetmi? Yo'q, planshet. 17mi? Yo'q, 7 hali chiqamiz ham aka, unaqa o'yinlarga. Mashinani Bu yaqinda buni ichiga umra safari ham kirib qolishi mumkin. Mana shunga harakat qilyapmiz. Buni ham Qo'qqisdan odamga boramiz. Qo'qqisdan beramiz bularga. Hurmatli shoh millionerda, ya'ni chimodanini ochaman deb, ya'ni o'ynaydiganlar bdительный bo'linglar, ya'ni bir qanday desam bo'ladi, o'ynashlikka harakat qilinglar. Sababi ichidan umra safariga bitta chipta chiqib qolishi mumkin. Bu bola yolg'on gapirmasligini bilamiz, bunga amin bo'lganmiz. Shuning uchun sizlarni videoga olsa qochib beradi, iloji boricha shu, ya'ni umra nimasiga, savobasiga bir nima qilinglar. Biz sababchi bo'lib ketib qolish Shu. Bizga umra safarda travelda akalar svязga chiqib olsa chiqamiz, ular bilan gaplashamiz. Mashina ichiga solamiz, обязательно inshaalloh niyatimiz bor hali. 17 tadan ham sovg'a olamiz aka. Bitta odamni jo'nataylik deb harakat qilyapmiz. 17 ham problema emas, o'sha chiqyapti, hozir ko'ryapsiz, seyroq bo'lib ketdi o'sha. Ichi hashqis solasiz berib masalan. Buning ichiga hozir eng katta sovg'a solinganimiz planshet bo'lyapti. Haligi uni tanlamay pulni oldi. Pulni oldi. Ahraniga puldaga qilganimizda sразу 200 so'm tanlab oldi-da. Уже 200 so'm tanlagan odamga katta pul puldaga qila olmaysiz. Savol pulni o'tirganda bir 5-6 minggacha chiqardi summasi. Tanlama yo'q deb tursa. Men masalan bo'ldim, oxirgisi deyoraman. Yana orqadan o'zgarib ketaveramanda. Yana pul qo'shaveraman. Чтобы orqadan ichidagi narsani endi bermaslikka harakat qilaman. Kattaroq podarka bo'lsa bermaslikka harakat qilaman. Endi odamlar chalg'ityapman aka, masalan kecha bitta yigit o'ynatdim oxirgi videoda. U bolaning rasacha birinchi pulni bering dedi, endi oxiri chalg'itib oxirida yigitni oldirdim. Endi menga interesli bo'lish kerak edi aka, haligi negativ ham ko'payib ketdi o'zi. Negativga e'tibor bermayman, endi bari nimaga hamma bilan bir xil o'ynamayapsan deb. Hamma bir xil emas-da. Hamma odam har xil. Hamma odam har xil. Hamma bilan bir xil o'yna olmayman. Odamiga qarab o'ynayman. Masalan, pul yuguradigan odamga 5000 so'm pul aytsam, hali bitta bolaga 5000 so'm pul aytqildim. Endi necha o'yin qilamiz desam, sразу pul. Men bu bolaga sразу 1000 so'm 5000 deb yubordim. Endi o'zimdan chiqib ketib qoldi, u haligi emotsiyadan chiqib qo'ygan. Nimaga? Bu bola o'rtoqlari bilan bo'lgan, 5-6 ta o'rtog'im oldida podarkani oladi deb o'ylab olganman menga. 5000 da отказ qildingizmi? 6000, 7000 ga chorab chiqarib hali hali 5000 da katta aytirmadim sovg'ani. Endi ashi bolam o'ynayveraman deb o'yladim. U bola sразу pul oldi. Uning ichida kumush yuzi bor edi. Chiqarmadim videoga ati. Tilla yuziga o'xshatib qo'ydik hali. Ochayotgan yerda shaq qo'rqatib qo'ydim. Işte odamlarga qiziqarli bo'lsin. İşte yozishsin kommentariy, negativlar bo'lsin. Sizlar negativlarga kerak. Mana shu video. Ko'rdi normal prosmotr edi endi. Bizni ham chalg'ityapsiz, ochingmi? Odamni chalg'itish temada bu. Ichida o'z pishka shu ekan. Pishka shu. Bu yerda endi hammaga bir xil bo'la olmaymiz aka, bitta 5 qo'ylar ham har xil. To'g'ri. Bir xil, hech kimga bir xil bo'la olmaymiz. Odamiga qaraymiz. Pul-pullarga qilayotganimizda o'zinglar hushyor bo'lib, pulga to'g'ri odamga o'xshab tursangiz, ko'proq pullarga qilamiz. Например, nazar to'q tursanglar, ko'proq pullarga qilamiz. Hali bitta opamiz bilan o'ynadimmi? Pul o'zimiz topyapmiz degan yerlari ham bor-da, lekin oxirida pul kattagandan keyin pulni oldi. Boshidagi gapi bilan oxirida gap to'g'ri ham kelmay qoladi, odam o'zgarib qoladi-da, she'rlari ham bor. Endi opam yomon demoqchi emasman, pulni oldi, so'z. Uning ichida ham ko'rsatmaganman podarkani ham. Unda nima bor? Unda kitob bor edi. Kitob qo'ydim. Undan keyingi bolaga kitob qo'ygan. Hali kishi ham dakansa turib oxiri bitta nimaga mashinasini bir narsasini yutib oldi, bizga garochi xolos transport ham bo'laveradi deb podarkani olaman deb dakansa turdi-yu. Unaqa turganlarga endi u ichida podarkam yaxshi edi. Endi shuning uchun bemalol berib, mashinangiz bormi, san bor dedi. Shuning uchun masalan, zaminda masla ham hozir
3-4 ming bo'ladi o'zi aka. Ne. Yaxshi ularga borib, yaxshi o'zi aytganini qo'ydirsa bo'lardi bemalol. Men yoqdan qo'ydiraman, mana shu yog'inglar bor, mana shu qo'yib beringlar. Besplatniy. Farsunka chiskasi ham bor, farsunkasini tozalab beradi. Injektor chiskasini nima chiska deb o'tib ketgan bo'ladi. Ashashkanga topishgan. Endi biz haligacha ashibka qilamiz. Masalan, bezitga ham dollar deb oladi. Orada fishkasi bor-ku. Dollar deb qiladi. Ha, dollar deb qiladi. Endi bezitga kapib bilasiz. Chalg'itib haligi bitta savolga javob olaman deydi. Orada chalg'itadigan tema. Meni o'yinim hozir pak ash temada ketyapman aka. Yana ertaga может yana bitta boshqa tema boshlaydi deyapman. Bu safar aka katta sovg'ani sizlarga aytib qo'yay, qachon chiqadi video bilmayman. Ungacha может bo'lishi mumkin. Katta sovg'ani ushlayman. Yozishyapti kommentariy modda. Asharaga borib, mikrofonni men podpiska qilganmiz deb so'rashni boshlayman уже. Endi podpischilarimga ham o'yin qilyapman orada haligi. Menga podpiska qilganmiz, da, ko'rsating. Oxirgi videoyimga like bosgan bo'lsangiz, sizga podarkan berib ketaman degan temada. Хотя бы подписчик bo'lsa ham deng. Podpiska qilib bo'lsa ham tuzatishmayapti-da aka. Endi oxiri qanday desa bo'ladi, o'zimiz borib bostirib ketamiz shekilli deyapman-da like. Telefonni ushlab. Iloji bo'lmayapti aka. Podpiskani uyga borib podpiska qilganmiz. Qani videoyimni och deb turib, like-ni ko'rib aka. Like-ni ko'rib, endi men podarga endi bosibsan deb. Ashta qilib beramiz shekilli deb ashtemani o'ylanib qo'ydim. U ham sirasi aka qanaqa bo'ladi? Sog'am qo'limizga ushlaymiz, shahar ichi aylanamiz. Shu paka o'shdi yuribmiz endi boshqa yerlarga chiqa olmayapmiz. Sizlardan chalg'itcham hali ochmadim. 7-savolga ham javob bermadingiz, birinchi muhabbat haqida. Shaq temani urib yubordingiz. U temalar burish kerak. Bu temani Chalg'itish bo'lsa general ekan-da. Shu o'rganib qoldik. Bu temada aka odamni shunday o'zgartirish kerak. Masalan, mo'linchida nima borligini ham o'zgartirib ketaveramiz-da. Sirasi gapni uraveramiz. Hozir masalan, sekin chaylar gapirib borsam, bu temaga sekin esdan chiqib ketadi. Lekin bu hozirgi aytayotgan, ya'ni o'yiningiz shu kunlarda bo'lib qolishi mumkin. Shu boshlanadi aka. Men videolarim men bitta chiqqanda bitta video olmayapman. To'g'risini aytaman. Har kuni video vaqti yo'q. Zal bor, ish bor, o'zimiz ishimiz bor. Biz hali g'irt biz masalan bekarsiz deb o'ylashadi. Biz ishlab, pul to'plab, shu какой-то nimasini sizlarga beryapman endi. Orasidan endi bitta chiqarib, vaqt ajratib. Vaqt ajratib. Hali bermadingiz-ku, bering. Endi hozir beramiz. Hurmatli Shoh millionerni podpischiklari, ya'ni Shoh millioner qaysi videosini qo'ysa qo'ymasa, iloji boricha, imkon boricha like bosishga harakatini qilinglar. Sababi Shoh lopilarga любой божий время kelib qolishi mumkin. Aka, o'zi shahar ichi yuraman. O'zi men o'yinlarimga e'tibor beryapman. Vaynlardan ko'ra, vayna orada olib qolamiz, vaynalar ham. Ibratli videolar qilib turamiz. Siz hozir mana qilib kelasiz-ku. Odamlar podarka yutib olamiz ekan deydi. Biz ertaga mikrofon bilan kelsak, mana kelyapti hozir endi savollari bilan deydigan bo'ladi. Masalan, savollar hozir bo'lmaydi, bo'ldi. Paka men yana, может, men birinchi songa bundaylar berdilar shekilli, bemalol savol berib, javob berib bersa bo'ladi. Ashtaka bo'lsa ham endi orada jicha xafa gaplar bo'lib qoladi, endi unga xafa bo'lishmaydi-da. O'zini temasidan yana. Shu boya kimni chaqiramiz dedingiz, ashi birat. Rahmatulloh aka, Mangoga esli ketib qolmasa, Koreyaga. Mangoga gap usta, gap ammo har bir nimadan vaziyatdan chiqib ketadi. Mangoga, Nodir aka kelish bersa. Qolgan blogerlar ham keladi to'g'risi aka. Mangoga tayinlarni aka sizni chaqirishadi. Koreyaga ketib qolmasangiz aka bir kelib o'tirib ketinglar mana. Nodir aka. Mangoga ketib qolsa Nodir aka bor. Aka ular aka keladi, ko'proq yaqinroqmiz, ko'proq ijodlarni birga olib qolamiz endi. Qolganlar bilan ham yaqinmiz. Salom alaykum. Просто videoda ko'proq ularni olib qolamiz. Hali har xil videolar qiladi. Nodir aka bilan rahmatli aka nima oshna o'ynaymi bular? Ular oshna, yaqin oshnalar. Shu qayerga kelsa ham birga ketishadi. Hozir ham Toshkentda yurishib, Daniyevga Toshkentda ular. Ikkalasi ketish. Nimaga ketish Toshkentga? Uni bilmayman. So'ramadim, mana qilmadim. Ketishdi. Ha, bo'pti, mana oching. Yana u birovlarga o'tib ketib qoldik-ku. Yana birovlarga o'tib ketdingmi? Oching aka. Nima sovg'a bo'larkan? Nima sovg'a bor deb o'ylaysiz o'zingizda? Primer beray, ha? 500 so'm beraman, dedim. Qaysi tanlagan bo'lasiz? Summani aylaması yo'q. 5000 ga chiqsa 5000 deb turasiz-chi. Yo'q. O'sha foydasi yo'q, aka siz nima qilganingizni. Bilaman, shu narsa olgan olasiz. Shu podarka ochyapmiz. Ichidan o'zim borib Toshkentga borib olib kelgan do'ppim bor edi endi haliga.
Yo'q aka. И plus reklama yana aka, sertifikat, sushi barga. reklama. Sushi barga hisobli voucher. Borib o'zinglar o'tirib bersanglar buni. Men so'mli skidka qilib berishadi. Bemalol. Endi qarasam mashina qopti. O'zi 5 ming, 2 millionlari ham bor. Mashinalardan olib kelmoqmiz aka. Ha, ular ham bor edi. Komanda bilan borib o'tirib keladi. Ular ham bor edi. Endi qarasam bitta mashina bor ekan menda hozir. Srochniy bo'lib qoldi bu narsa. Aka tayinlanib turing, chaqiramiz deganiga u do'ppi masalan kiyib o'tirib mana har qalay. Bunday kiyadi. Otabekka o'xshab qoldi. O'zi tanlab oldi. O'zinglar aka. O'zi yaxshi bilan O'zinglar olishdi bu oldi. Sovg'amiz har safar har narsa bo'ladi inshaalloh. Hurmatli O'sh shahrini yashovchilari, ya'ni mehmonlari, Alınbek Datxa 702 da, ya'ni yaxshiroq tushuntirganimda Akbura parkda Pavorotida 10 tomonli domda birinchi etajda sushi bar degan, sushi bar номер 1 degan nimamiz bor, ya'ni kafeshkamiz bor. Kelib, любой narsasini zakaz qilib, hammasi shirin va maza qilib chiqib ketasizlar. Buni biz o'zimiz yeb ko'rganmiz, hammaga tavsiya qilamiz. Shoh, Alloh rozi bo'lsin kelganingizdan. Ko'rib mamnun bo'ldik. Gapingizlarni o'zim. Siz bu aka hozir padarka olib keldi-yu bizga. Bu traditsiya bo'lib qoladimi endi qolganlarga? Yo'q, albatta traditsiya bo'lmaydi. Shohir akani chaqirib turamiz padarka hozir. Shoh ko'proq chaqiramiz. Menda traditsiya bor aka, bitta qo'liq kelmaymiz, xudo xolasa. Hammaga padarka berib kelganmiz, o'zi taxallusimizdan, hali milliarder shoh deb burju taxallusda ketyapti, hamma meni biladi, padarka ashuncha padarka bilan keldim. Endi qolgan aka-ukalarni uni birovga padarka qilamiz. Spiskada bor moni egasi. Egasidan. Ular yolg'on gapiryapti demanglar. Sushi bardan orqasida pechatlari bilan 1000 so'mlik sertifikat tashlab ketyapti shoh. O'zingizda qilib qo'ysak bo'ladi. Buni ksenofobia qilib olish mumkin. Spesial o'zimiz pechatni ham urib qo'yganmiz orqasiga, чтобы kelsa ham pechatni ko'rib. Keyinchalik, ya'ni podpischilarga ham xuddi shunaqa sertifikatlarni qo'yamiz nimaga? Ha, xudo xolasa hozir bitta o'yin proyektimiz ketyapti. Bir sondan boshlangan proyektimiz ketyapti. Ahiz degan ukamiz bor edi, orada. Shuni gapirib o'tamiz. Ukamizga yaqinda 25 ming sertifikat berdim. Men o'zim berdim, işte umraga yo'llanmaga tayyorlayapti. Ukamiz keldi, men oldimga kelib boshida aka, men mana aka keldim masalan. Nima qilsam bo'ladi? Endi mendan chiqqan ideya bu, boshqa konkretniy mana aytoramiz, nima shu mendan chiqqan ideya. Aka gugurt sovuni qilmaylikmi dedi. Oldin uka dedim, bizda jamoada qilish kerak, bitta odamni umraga jo'natishingiz kerak. Bir sondan boshlab umragacha qiling. Mashinalarni jo'nating, aktivda yig'ib oling, xudo xolasa. Boshlarda aylanadigan kunlarimiz ham kelib qoladi, lekin hozir paka bizga yetdi bu narsa deb o'ylayman. 7 oblastga borsak ham aka quruq qaytib kelishimiz mumkin. To'g'ri. Paka bizni birov tanimaydi. Bir yil xudo xolasa 100 ming podpischiga harakat inshaalloh. Yetkizsin. Bir yil sel qo'yib qo'ydik. 100 ming podpischiga harakat qilib, iloji boricha narsa qilamiz. Sizlardan to'g'ri поддержка и всё, boshqa hech narsa kerak emas. Ko'rdinglar, video like и всё. Akalarimiz xudo xolasa ochibdi yana birinchi soniki. Xudo xolasa hammani chaqirib, bemalol kelaveringlar aka-ukalar. O'tirib ketaverasizlar inshaalloh. Keyingi odam rahmatli aka deb qo'ydim yana. Aka tayyorlaning, mana shu yerga kelib ikkinchi sonlarga chiqib qoling. Ketib qolmasangiz agar. Xohlasa. Shoh kelgani uchun minnatdormiz juda ham. Bir oz gapimiz orqaga qaytarmasdan. Xohlasa yana yaqin sonlarda uchrashib qolamiz inshaalloh. Chaqirib turamiz padarka. Ko'chalarda ham uchratib qolishim mumkin. Sizlar ko'rib qolsam, o'sha bemalol kelaverib, usha ukani aka sirasi borib, har xil o'yinlar qilib qolish mumkin. Siz endi bizda o'yinimiz bir xil bo'la olmaydi. Odamlar tez zerikadigan bo'lib qoldi aka. Barabar o'yinlar o'ynatdik, например, yaqinda 120 ta odamga padarka berdik. Eng bankiga ham tushdi pul, u qildi masalan, o'ynadik. Ashni ham aktiv bo'lganlar yo'qdi aka. Aslida har kun kuzatib, biz sonimizga kelib, mana TikTokda o'yin qildik, premyer efirda. 120 ta, 130 ta padarkani hisobladida, orada sponsorlar chiqdi rosa. Padarka bir kunda 18 ta, 19 ta padarka ham berib yubordik, 19 tasiga. Masalan, men o'zim jo'natib berdim ham orada. Ko'proq noqatlilar kuzatdi, noqatga, aravonga, orada bitta jalovat ham bo'ldi. Kuzatganlar, ikkalar. Sho'ni jo'natib yubordik, olishdi. Doğrusu yana yangiliklar qilib turishga harakat qilamiz. O'yinimizni hozir masalan chamada o'yinda ham boshladik. Bu o'yin ham tugab qolyapti, odamlar zerikyapti. Zerikyapti. Ha, zerikib qolishdi bundan. Borib pul qaytib
O'sha hozir videolar olib qo'yganmiz, ashula tugagandan keyin уже прямой podarka bilan borishni boshlaymiz. Ochiq Podarka bilan boraman. Если menga подписка qilgan bo'lsangiz, oxirgi videomga like bosgan bo'lsangiz, mana shu podarka sizga deb bora olaman. Yo'q desa ketaveramiz boshqa odamga. И rayonlarni yozib qo'ysa, qaysi rayonga borishni, o'sha rayonda olamiz videoni. Bitta podarka bilan olamiz. Обязательно like bosgan odamga beramiz aka. Haligi menga подписка bosib qo'yib kuzatmagan emas. Meni videomni kuzatib tekshirib ko'ramizda, oxirgi 2 tagami, 3 tagami bosganini ko'ramizda. Shuning uchun like bosib ketaverasizlar degan umiddamiz. Like'dan to'xtamaymiz ekan. Bu safar like-ga e'tibor berilyapti, ko'proq like-ga. Nimaga desangiz, hozir oxirgi o'yinimda 159 ta like yig'di-da, asosan planshet yutib olishingiz mumkin. 1000 ta like bo'lsa, planshet tikdi akamiz. O'yin qildi. Men o'yinlarga qatnashib turaman, nimaga? aka ham bor spiskada. Ha, bor-a? O'yinlarga qatnashib turaman, ash podarkalarni olib, yana podarka qilib berib yuboray degan maqsadda haligi podarkamni kelib tugab qoladi, masalan, kattaroq podarka planshet men inakda qo'limda bor edi, qolgani ham inakda. Inakda olaman masalan to'planib. Mashinaga yutib olsam, menga ham lejalkada ketaveradi-da, shap etib. Bekarga kelganda bekarga beraveradi, yana ham haligi o'yin qilib. O'sha kattaroq podarkalar berishga harakat qilyapmiz. Xalq xursand bo'lsin. Xalq xursand bo'lsin. Bari hech kim rozi qila olmaysiz aka. Yo'q, rozi qila olmaysiz ekan, lekin harakat qilyapmiz. Qo'ldan kelgancha. Harakatlar to'xtamay shoh. Yana bir nima, ana hozirgi yoshlar orasida bir kattaga hurmatsizlik, kichkinalarda izzat qiladigan shu yoshlar uchun bir ikki og'iz so'z aytib qo'ysangiz. Yoshlar uchunmi? Ha, shuni aytdingiz ekan. Men unaqa gaplarga o'zi yo'qman, hali chaqali birovga tarbiyasiga beradigan gaplar qila olmayman. Bular bizdan nimani o'rganadi? Biz ham kattalardan o'rgangan narsa. Hurmat qilinglar. Motivatsiya. Motivator bo'laman ekan unaqa narsalarga. Ular o'zini odamlari bor, haligi gapirib turib, aka. Nima deymiz endi? Chiroyli yuringlar, namozlarni o'qinglar. Ota-onani hurmat qilinglar. Duosini olsanglar, duosini so'rasizlar. Inshaalloh ota-onani duosini olsanglar, masalan, hozirgi yoshlar ko'pida gap qaytarib qo'yadi-da, unaqa narsa o'zimizda ham bo'lib qoladi, inakdan o'ylanib ham qolamiz. Bo'ladi-da, bor narsani aytyaptilar, o'ylanib qolib, afsuslanib qolmasligi uchun keyin bemalol hozir vaqtida nima qilsa ham shap-shap turib aytsa, chaqirganda borib. Glavoy ko'cha emas. Ko'cha o'tib ketar ekan, aka, ko'chada yurasiz. Yoshlikda barcha qiziqasiz aka, ko'chaga. Lekin o'tib ketar ekan bu narsa. Ko'chadan bitta odam bir o'g'il o'tib ketgan eshitmadik. Shuning uchun uyga kelib ishni qilib vaqtida hunarda olinglar. Glavoy hunarda olinglar. Hozir hamma odam aka internet bo'lib qoldi. Internetdan topsak pul bo'ladi. Ish qilmasdan topishga harakat qilishyapti. Ya'ni yengil pul. Yengil pul. Undan ko'ra mehnat qilib topinglar, ash barakaliroq bo'ladi. Qadriga ham yetasizlar hashayotgan pulinglarni. Masalan, yengil kelgan pul yengil ketaveradi ekan. Albatta. Juda ham ma'noli bir so'z bo'ldi. Haqiqatan hozirgi paytda yoshlar trading degan narsalarga kirishib olib, uylarigacha kelib sotib, iltimos biz ham sizlarga va shu shohni maslahatiga qo'shilib ketamiz. Iloji boricha mehnat qilib pul topishni harakatini qilaylik. Ya'ni haqiqatan ukam aytgandek, yengil kelgan daromad yengil ketadi. Tez boyishlikda harakatini qilmaylik. Lesinsa bilan bitta pog'ona qilib ko'tariladigan bo'lsak, aytgan manzilimizga yetib boramiz inshaalloh. Только haligi hozir yoshlarda bitta maqsad bo'lib qoldi. Tez boyib ketish maqsad bo'lib qoldi. Sizlar ko'rib turgan boylar ham ashi boyligiga juda ham bir sekinlik bilan, astalik bilan, sabr bilan qanchalik kuyib, qanchalik bir har xil gaplar eshitib ko'tarilgan boylar bo'ladi. Shuning uchun yoshlarga maslahatimiz agar olaman desa shu, ya'ni mehnat qilinglar, mehnatdagi hunar olinglar. Mehnatdagi juda ham rohat, lekin ota-onalarni hamisha hurmat qilinglar. Shoh kelgan inshaalloh rozi bo'lsin. Yana katta rahmat. Aka, rahmat.